Nima deb o'ylaysiz? Inson organizmini qarish jarayonini bir lahzada tezlashtirib yuboradigan, miyani doimiy stressga solib, oshqozonni asta-sekinlik bilan chiritadigan eng xavfli va yashirin a'zo bu qaysi? Balkim o'ylarsiz, yurak, o'pka yoki dunyo tarixida 120 yillik biologik yosh cheklovini buzib o'tgan yagona inson bu fransiyalik Janna Kalman. U 122 yil yashagan. Eng qizig'i, u deyarli 100 yil davomida sigaret chekkan. Shokoladni bo'lsa telbadek yaxshi ko'rgan va har kuni spirtli ichimlik ichishni ma'qullardi. Xo'sh, qanday qilib uning tanasi bunday og'ir yuklamalarga bardosh berdi? Sababi juda ham oddiy. U 100 yoshida ham velosiped haydab, hayotdan zavqlanib, stress nimaligini bilmay yurgan. Zamonaviy ilm-fan va dunyoning eng kuchli shifokorlari bitta faktni tan olishadi. Qarishni sekinlashtirishning eng katta omili bu organizm ichki stressdan qutqarish va uni kislorod hamda energiya bilan to'g'ri ta'minlashdir. Buni eng asosiy kalt qayerdaligini bilasizmi? Aynan mana shu yerda, og'iz bo'shlog'imizda. Bugungi videoda masalaga bularning barchasi qanaqa ishlashini va inson tanasidagi yashirin biologik muvozanat nimaligini va reklamalarda aytilayotgan arzon implantlar, bepul ko'riklar orqasida qanaqa xavf turganini ilmiy jihatdan isbotlab beraman. Va eng asosiysi, hech qanaqangi ilmiy terminlarsiz, balki o'zimizni jaydar tilda. Tayyor bo'lsanglar, qani ketdik. Kamina Muzaffar Karimov 7 yildan beri ortoped, implantolog bo'lib ish faoliyati yuritib kelaman. Men bolaligimda mehnat ichida o'sdim. Novvoyxonada issiq non yopdik. Mebel sexida ishladim. Chang, konditerskida ishladim. 1100 tagacha bir kunda vazifam edi tuxum chaqish. Shunaqangi bir og'ir yo'llarni bosib o'tdim. Mana onamlar shifokor bo'lishi juda ham qattiq orzu qilganlar. Lekin 90-yillardagi oilaviy sharoit sababli qanaqadir bir orzulari armonga aylanib qolgan. Va men o'g'il bola sifatida o'sha vaqt shifokor bo'lishi va onamning amalga oshmay qolgan orzularini amalga oshirishni o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Lekin yo'lim oson bo'lmadi. Xalqaro va respublika olimpiadalariga chiqdim. Birinchi o'ringa loyiq bo'lsam ham, o'tdagi tanish-bilishchilik meni doim pastga tortishni boshladi. Ammo bu adolatsizliklar meni sindirmadi. Aksincha, har qanday vaziyatda ham mikrolar darajasida mukammal va aniqlik bilan ishlashni o'rgatdi. Nalchikdagi xalqaro olimpiadaga tayyorlanayotgan vaqtlarim bir kunda 80 tagacha xuddi shunaqa tuxumni mashq qilardim. Xo'p, uning mohiyati nima deydi? Shuni ustidagi postlog'ini ochib, ichidagi pardasini yirtib o'rmaslik, ya'ni sinus lifting. Agar men shu tuxumni pardasini yirtib qo'yib, ichidan suyuqlikni oqizib yuborganimda, tajriba muvaffaqiyatsiz tugardi. Aynan shu sababli men bugun tibbiyotga shunchaki biznes deb emas, balki insonlarning hayotini o'zgartiradigan ilmiy missiya deb qarayman. Klinikamizga kelgan bemorlarning yillar davomida tishsiz yurib, hatto bir dona mazali go'sht yeolmasdan qiynalayotganini ko'rsam, ularning jismoniy hamda ruhiy og'rig'ini xuddi o'zimnikidek his qilaman. Keling endi internetda portlatayotgan eng katta stomatologik miflar va ayollar organizmiga xos bo'lgan yashirin sirlar haqida gaplashib o'tamiz. Odamlar implantni organizm qabul qilmaydigan dahshatli bir yot metal deb o'ylashadi. Bu mutlaq mif. Keling, Nobel mukofotiga murojaat qilamiz. 2006-yilda yapon olimi Shinya Yamanaka hujayralarni qayta dasturlash va yoshartirish sirlarini kashf etdi. Bugun biologik tibbiyot shunaqangi darajaga yetdiki, biz materiallarni inson tanasiga moslashuvini millimetrgacha boshqara olamiz. Zamonaviy premium tish implantlari bu shunchaki shurup emas. U biologik neytral material bo'lib, tanamizdagi suyak hujayralari bilan to'liq zanjir hosil qiladi va birlashib keta oladi. U jag' suyagi ichida xuddi tabiiy ildizdek bo'lib ketadi. Lekin nega Marilsda 40-50 yoshdagi ayollarimizga implant qo'ydirishda shoshilmayin dedim. Chunki bu yoshda ayollar organizmida gormonal o'zgarishlar, ya'ni menopauza davri boshlanadi. Bu jarayonda organizmda kalsiy va vitamin D3 darajasi keskin tushib ketadi va osteoporoz xavfi oshib ketadi. Agar shifokor buni inobatga olmasdan, ayol kishini umumiy gormonal hamda suyak fonini tekshirmasdan implant o'rnatsa, o'sha arzon implantlar suyakda bitmaslik xavfi yuqori bo'lib, organizmga katta zarar yetkazishi mumkin. Agar to'liq tishsizlik vaqtida implant qo'yilmasa, nima bo'ladi? Oddiy olib qo'yiluvchi protez milkni hamda uni tagidagi suyakni ezib, atrofiyaga uchratadi. Ya'ni cho'ktirib yuboradi. Oqibatida nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Yuz geometriyasi butunlay o'zgaradi. Dahan burunga yaqinlashib qoladi. Oqibatda esa
lablar ichkariga bukilib qoladi va shu sababli inson vizual 10 yilga qari ko'rinadi. Implant baribir yiringlab ketadi degan gap esa ilmsizlik mahsulidir. To'g'ri reja asosida qo'yilgan implantni bitib ketish kafolati esa 99% dan yuqori. Og'riqdan qo'rqish esa mutlaqo asossiz. Siz og'riqdan emas, tasavvuringizdan qo'rqasiz. Bizani o'zbekona mentalitetimizda bo'lsa bitta ajoyib, ammo og'riqli nuqtamiz bor. Biz o'zbeklar 40 yosh, 50 yosh, 60 yoshda o'zimizni butunlay unutamiz. Hatto farzandlarimizni to'yini ham, qarzga bo'lsa ham dabdabali qilib o'tkazamiz. Qo'shnini bolasidan kam bo'lmasin deb farzandimiz uchun bor budimizni berib uy ko'taramiz. Lekin o'sha fidoyi ota-onaga farzandlari: "Oyi, ada, keling, tishlaringizni davolataylik, chiroyli implant qo'ydirib beraman, mazza qilib ovqatlarni yeysiz" desa, "Bolam, qo'yur, menga bo'veradi. Qariganimda tishni nima qilaman? Shu pulni farzandlarimni to'yiga ishlata qolinglar" deb sog'lig'ini doim oxirga surishadi. Avstraliyalik mashhur hamshira Bronni Ver o'lim to'shagida yotgan insonlarni parvarish qilib, ularni so'nggi pushaymonlarini kitob qilib yozgan. O'lim to'shagida yotgan insonlardan hayotda eng ko'p nimadan afsuslanasiz deb so'rashganda, eng ko'p beriladigan javob bilasizmi nima bo'lgan? Butun umr boshqalar mendan nima kutyapti va bolalarimga nima bera olmadim deb o'zimni hayotimni va sog'lig'imni unutib qo'yibman deb ko'z yosh to'kishgan ekan. Hurmatli akalar, opalar, ota-onalarimiz, farzandlarimiz uchun yashash, ularni o'ylash bu go'zal qadriyatlarimizdan. Ammo tishsiz yurish bu shunchaki chiroy muammosi emas. Siz farzandingizga eng oxirgi rusumdagi mashina olib berib, ammo o'zingiz o'tirishlarda ovqatlardan mazza qilib tanovul qila olmasangiz, bu birinchi navbatda oshqozon, ichak traktini buzilishiga, doimiy asabiylikka va yuzingizga ajin tushib, tezda qarishga olib kelishi mumkin. Unutmang, farzandlaringiz uchun siz oxirgi rusumdagi telefondan emas, balki sog'lom tabassumga, ya'ni sog'lom tishlarga ega ona bo'lib, ularni oldiligisida mazza qilib ovqatlarni taomlanib o'tirishingiz mana bu baxtdir. Men shifokor sifatida har hafta klinikamizda o'nlab ota-onalarimizni shunaqangi bir muammolarni yechib kelyapman. Va meni maqsadim sizlarga shunchaki qimmat xizmatlarimni sotish emas, balki ana o'sha internetdagi arzon implant, bepul ko'rik degan narsalarga uchib, shundoq ham asrab-avaylab kelayotgan pullaringizni hamda sog'lig'ingizni yo'qotmasligingiz tarafdoriman. Nimaga bunaqa deyman? Hozirgi kunda ko'ryapmiz, odamlar ana o'sha arzon implant qo'ydirib, bizga bir qancha muammolar bilan murojaat qilishyapti. Tish implantatsiyasi bu jiddiy biologik va jarrohlik amaliyoti. Aynan mana shu aldovlar va moliyaviy yo'qotishlardan sizni himoya qilish uchun biz jamoamiz bilan xavfsiz va raqamli tizimni ishlab chiqdik. Ushbu tizimli taklif 3D tabassum deb nomlanadi. Va bu o'z ichiga nimalarni oladi? Renginingizni o'qish, skaner qilish, fotoapparatda suratga olish va diagnostika hamda davolash rejasi. Ushbu amaliyotlarning barchasi 500 ming so'm deb baholanadi. Lekin havola orqali ushbu yopiq videoga o'tib, o'z hayotini va sog'lig'ini o'zgartirmoqchi bo'lgan insonlarga 500 ming so'mlik konsultatsiyamizni 250 ming deb baholadik. 3D tabassum konsultatsiyamizga bir hafta davomida atigi 15 ta insonni qabul qila olaman. Agar ulgurmasangiz, keyingi haftaga qolasiz. Bu uchun nima qilish kerak? Hoziroq video ostidagi maxsus havola orqali o'tib, kerakli ma'lumotlarni to'ldirib qo'ying. Yordamchilarimiz sizga aloqaga chiqib, joyingizni band qilib qo'yishadi. Siz va ota-onangiz eng yaxshisiga loyiqsiz. Klinikamizda ko'rishguncha salomat bo'ling.